Ko'rayotganingiz Qarqash cho'ng bozor tajidorligidagi o'mlik sadosi programmasi. Programmamizni Qarqash istiqbol shopurlik tarbiyalash maktabi alohida qo'lladi. Yaxşıdırdılarmı ehra aldığındaki kadarı görümenler, şu tapı görüvatkanlar, Beijing İpek Yolu Ömlük Medeniyet Tarqılış Guruhi işleşini öz üstüge algan Qarqash Cho'ng bozori tajidarligidagi Xili Chishing, yani Ömlük sadasi programmasi. Men riyosatchi Mahin Ro'zi. Men bugun shunchalik hayajonlanib turibdiman. Chunki bugungi programmamizga riyosatchi sifatida ham shundaqla aziz mehmon sifatida yana bir qadrlik ustozimiz qadam tashrif qildi. U bo'lsa-mu Xinjiang san'at yurti opera o'mikining davlatlik birinchi darajalik artisti, dangliq aktyor, mening suyimli kadam Guljamal Matniyaz qarshi olamiz-da. Rahmat. Shunchalik xo'shib ketyapman sizni ko'rib. Mana shu Maynur mush programmaga taklif qilganlarga rahmat. Mush o'mlik sadasi programmasi orqali barliq aziz ko'ruvchilar bilan didorlashganligimdan shunchalik xursandman. Programmamizni yoqtirib ko'rishingizni umid qilaman. Rahmat dada. Siz chiqqandan keyin meningcha programmamizning bundan keyin ko'rilishi texmi eshib ketadi. Shunaqa bo'lsin. Guljamal aka, siz albatta bugungi programmamizdan boshlab ham riyosatchilik sifatida, ham shundaqla aziz mehmon sifatida qatnashdingiz. Meningcha kelgan mehmonlarimizga nisbatan bu nihoyatda yaxshi, cho'ng bir xush xabar bo'ldi deb o'ylayman. Chunki naqshlarimizga bo'lgan tushuncha, sizningki san'at hayotingizga tajribalar men qaragancha zo'r bo'lganligi uchun programmamizning salmoqi, ham shundaqla sifati texim bir baldiq ko'tarilgan bo'ldi. Shundoq bo'lsa yaxshi bo'ladi. Undaq bo'lsa, Guljamal aka, bugungi programmamizga qadam tashrif qilgan mehmonni bir tanishtirib o'taymi? Bo'ldi. Bugungi programmamizga bo'lsa, o'zininki yumoristik gap so'zlari orqali xalqimizga kuldirga, xushallik ato qilib kelayotgan, o'zininki bir qator xalq yaxshi ko'radigan naqshlar orqali san'atimizni betib kelayotgan ko'p qillik san'atkorimiz Habibulla apandi qatnashdi. Habibulla? Abay taqtiqqa. Voy. Yaxshimisiz? Guljamalda Maynur yaxshimisiz? Yaxshimi aka? Yaxshimisiz? Habibulla. Mening ko'rmanlarga bir salom berib o'tamiz aka. Yaxshimsizlar, ko'rurmanlar. Bugun shu o'mlik sadosi programmasi orqali har bir singlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xushalman. Men burundan ham bu programmani yaxshi ko'rib kelayotgan, ko'rilishim intayin yaxshi bo'layotgan bir programma. Burun ham shu Maynurning riyosatchiligida bo'layotgan. Bugun texmi adamni ko'nglimizni xush qilib, bizning eng yaxshi ko'radigan Guljamal adammi bizning san'atkorimiz. Davlatlik birinchi darajalik artistimiz Guljamaldan bakan intayin xush bo'ldik. Men bu programmani buningdan keyin ko'rilishning texmi ishiga, xalqimizning texmi yaxshi ko'rishiga chin ko'nglimda ishonaman. Rahmat. Rahmat. Unda bo'lsa oldi bilan ism-maslasini hal qilsak o'g'ida aka. Habibulla apandi desam Guljamal adam mayron qolganga o'xshash ko'rmanlarimiz mayron qoldi. Nimishqa abayka deymandi. To'g'ri. Bu asli mening ismim Habibulla. Shu Shunfinjingdagi ismim Habibulla. Endi bizniki g'uljit taraflarda, endi biz taraflarda ismni naytdi qisqartib ixcham deyishga amroq. Mesela Münevver bo'lsa Minash. Mesela Yarmamat bo'lsa Yari, Abdukarim bo'lsa Kari. Depli mundaqli depli. Mesela ma Sevit erkiletmesimdek bir tuyg'u qilganda qisqartiblar. Uning keyin ma Sevit bazir chiqqandan o'zi Mehmet ismlikni Misha Abdug'opu degan Ontun deb menda chaqirdilar. Habibullah degan ism abay bo'lib qoldi. Abay deysimi men qarayman hamda. Abay deyishmi xush yoqmay, deb qo'ydiganlar va ularga qarayman. Shuning bilan bu abay bo'lib xalqimiz abay deb abay taqdi. Lekin o'zimning ismi, haqiqiy ismim Habibulla. Mana bugundan boshlab men bilib oldim. Ko'rurmanlarimizmi sizning ismingizning Habibulla degani bugun bilib oldi. Habibulla desanglar xush bo'laman. Opam deydi Habibulla deb. Maqayntamning ayolining qizimi hozirgacha Habibulla deydi.
Başlandı. Konuşup beriyotgan 21 yıl oldu. Ha, sizga konuşup beriyotgan Habibullah ayolum deyapti. Şuna Habibullah dedim. Sırtda ebey deydi. Meyle çıkılıp. Hem de ras doğru oldu ma uçum. İsmimniki haqiqiy o'zimning Habibullah ismlikini To'g'ri. yaxshi. Bilgini yaxshi. Xalqimizga ebey desa darhol. Habibullah desa sizga o'xshash hozir. Hoy Habibullah deb ahvol bo'ldi. Gülcemal ada, sizmi shu aktyorlik sohasida nurg'unlagan film, sahnalarda epizodlarni o'ynab, xalqqa to'linib kelayotgan bizniki san'atkorimiz hisoblanasiz. Abaykamninki shu vaqtlarda yangidan shu taqtuqi paranglarni qilib, to'linayotgan vaqtlarda qanday hissiyati bo'lgandingiz? Men tunji qatim shu 2008-yili bir san'at kechiligida shu Habibullahni shu vaqtda abayni shu vaqtda tanıgan. Shu vaqtda bak o'zimni bak yosh, bak jo'shqin, shunda bir iliqi kayfiyat bilan qolgan biz bak hayron qolgandik. Bu bola burun nerede qolgan bo'g'iydi deb tuyuqsiz paydo bo'lib qoldi. Amniyatda qo'ljada masalan shunda xalqimiz yaxshi ko'rgan nurg'un so'rinlar, nurg'un to'y to'kinlarda tunilib ketgan bir san'atkor ekandik. Keyingi vaqtlarda shu cho'ng san'at kechiliklarda abay bo'lmasa sahna qizmaydigan ahvolga yuz berdi. Lekin ham tomoshabinlarimizmi, ko'rmanlarimizmi abay bormiki Habibullah kechiringlar. Deb shunga hozir taqtuq bo'lsa ishim bor. Bugungi programmani hozir taqtuq qilib maqsaq mayli-ku endi. Men endi o'zimningki shu ko'rish, bilish darajam saviyam bo'yicha shuni so'rab baqsam, shu taqtuqqa degan shu taqtuq parang qilgan shu bir san'at burun bormidi yoki abaykam orqali borliq kelganmi? Taqtuqni sahnaga men tunji bo'lib, endi ep chiqqan men bo'ldim. To'g'ri, shu bilishimizmi shundoq. Men shu G'ulja Suydingda tug'ilgan. Men endi buni shu programmalardan shu ziyoratlarda deb o'tib ketdim. Aqlimga kelsam, mening tog'am, opamning inisi. Rishit deb bizni endi shu G'uljada xalq san'atkori, xalq chaqchaqchisi hammadan taniydi. Shu tog'am qiziqchilik qilib taqtuq so'zlaydi ekan. Mana bu kichkimdan qiziq tuyulib, bu nimishki boshqalarning bu bak qiziqish do'st, nimishki boshqalarning diqqatini qo'zg'ayolmaydi deb. Doğrab sabaqdoshlarimga deb, uya-buyalarda deb, so'rinlardi deb to'xtamay dedi menda. 2003 Toshmamat Boturning kechiligida 2003 bir degandim. U yerda Isamkam shu mustaqtuqni gaplasam, ebeyga 0 berilsin degan mustaqtuqqa gapdi. Uni kendim Nijab Niyozkam. Ninki Bizim dağlıq rejissorimiz. Ko'rgandikin, bu qiziq ishkan bu. Yana qiziqlik deb chiqdi bir latifchilar klubi degan bir etodga bir qancha aylan jutdan kelgan bir chiqdik. Shu kuni men shu taqtuqni so'zlab shu kuni mana shu sahnada men de shu chaqdagi san'at kechilikni mening kechiligim deb turib oldim. Nemishqa deganda shu bir qitimlik san'at kechiligim shu taqtuqqa boshqalarniki diqqatini nayt uning kentin tövendeki shu tomoshabinlarniki eliq chavak ama unutib qolmayman 2008 shu guldiras chavak mavchi uçakda bo'lmasa u ham bir yig'izlik uyda o'tirgan ijara vaqtlarim necha million pul tepib bir dachada o'tiradigan hissiyat. Bu tuyg'u o'xshamaydi, to'g'ri. Shuni qo'shib ketgan, shundan keyin ana kendi xalqimizga taqtuqqa, abay taqtuqqa deb. Men shu tog'amniki endi buni taqtuqni so'zlaydigan shu Rishit degan tog'am so'zlaydi. Shuni bilan men sahnaga kelib chiqqan. Siz shu san'atimizni beyitgan keyin bir tövbekor san'atkor. Voy rahmat. Abayka shagird tarbiyalayapsiz. Yetishib chiqqanlar bormi, yo'qmi? Taqtuqda shagird tarbiyalaymayman. Nemishqa degan bu taqtuq degan klipi yo'q-da. Masalanki ba'zilar meni shu taqtuq so'zlab chiqsam odatdami, normal holatdami taqtuq so'zlaydi deb o'ylab olganlar bor. Çatak deb o'ylaydigan. Ve akimiz bilan paranglashib 10 minutlik cho'ng akimiz bilan paranglashib qoldik. Normal paranglashib bir chog'da "Voy fikrim siz sog'kansiz-ku" deydi o. Qiziqchilik qilyapti o'xshaydi. Kulib chiroy qarasam chiroy chaqchaqdan asar yo'q. Ta'kidlanibdi. Aka meni bir buzilib qoldimi deb o'ylab qolganman. Sen yo'q sizni sen qalada ketib tabii taqtuqga qilib sana cho'lab qolgan bo'ldi deb qo'ngilgan deydi. Aka sen dedim ben qiziqchilik qilib seni taqtuq so'zlagan bilan u rost taqtuqga qildi deb ko'rsam men qo'rqayman deb qo'ydim.
Bunun da şagird terbiyelimidik, lekin biz takıtıqqa qiziqchilikka chiqqandan keyin, masalan, she'rlarni bu hammadan o'ziniki. Ama ulardanmı yaxshi foydalanaman masalan. Buni nima ish qilganda menda bir kalla. Boshqalar da o'ziniki tafakkurimiz o'xshamaydi. U ben o'ylamagan tafakkurlik narsalarni o'ylaydi shuni yozuvchilar. Oshining qimmati va narsalarni tanlab yana ishlasam bo'laverdim taqtuq qizg'inlik qo'zg'al. Lekin buni ilqi cho'qim shagird tarbiyalashga ta'zir nim qilmamdi keldi. Bu taqtuqqa ta'z to'g'ri kelmasdi keldi. Sapsaq qadamni taqtuq qo'yg'im yo'q. Masalan, agar bir jutlarga berib qo'ysam, qiziqchilik qilib mush gapni o'zimga deb birdiganlar bor. Hamda lekin balkim buningdanmi yaxshi deb buningdan keyin u qara yosh bolalar buningdanmi texmi shunjibansini qilib chiqarganlar bo'ladi. Buningdan keyin o'ziniki tafakkurlar orqali men cho'qim bunda deysa, anda deysa deydigan gap emas hamda bu bir qiziqchilik. Ma gap kelmaydi. Masalan, bunda boshlayman da taqtuqni. Ko'rayotganingiz Qarqash cho'ng bozor tajidorligidagi o'mlik sadosi programmasi. Mesela ben penning yağışının gepini jiq qilaman. Bu penni yaman tildirib bulanmay, axir testi shunda bir tildirib etgan bu namda. Tildirib etib bu namda uyga nimada ketish kerak? Bu ag'inam tilib bulsam ishim bor dedi. Bu ag'inam tilib bulsam bana ko'rsatdi. Shuning bilan bir mashin tavuzni besib basam, o restoran ochadigan ayol mozduzxonda qetiqicha uxlab qoldi. Buni ko'rgan yili qadam guvohlik berib, "Mening mashinani o'g'irligini ras, bu ishchilagan uyak appasan uni sen qaytarmaydi" deb netijasam unimay, "Xush yosh kirmagan bolani 4-sinfga akirib qo'yman" desang, uni o semi savutning unamdi uningga. Uningdan sen ana yaxshi muzeyni olsun suyab setib, dadisiga palto ansiga alqab bermamsa. Deb tashavatimiz to'shmaydi, yili qarvoga tashab to'shtarab bulanmay ichib pishib ketib, "Mane sizga jinglab o'tkizle. Siz qilib olsa, o'zingiz ilg'ib olasiz." Deb qarsam, qo'ylarni tavuzni qo'yib, xotirjam naqsh etib o'tirdi, achig'im kelib, "Ey, bu to'qtuqliq mashinaga kelib o'zing ushsicha. Hamda qopab to'yliq 100 gram oltin desang, uniga uchay zavodning nim deb qoladi. Uning ustiga doktorxonada uchay egilgan deb inib diagnoz tursa, so'zi qalamni qilmay turib, unchalar mehmonni chaqirib olgan bilasan, muzzuzuq sohasida qanday natija qozonsa, deb soatimning ustiga deb kirsam, Remitxonning boshqa ukam xapimisan bizda hozir kran yo'q. Degandiki arz qildim basam, ukam biz bola bo'lgandiki uy tutib qolsang olmamdi, nima bo'pti ajrashib deb chiroyli yaqqa yenik kelsam mashinaning ishki pay chaqi yo'q. Arz qilib basam, biz oshxonlarni bosh qo'ymaymiz. Degandiki o'zim va'da qilib etdim. Bunday ekan, soqilimni hargiz laqshi yigirdi olmayman. Qo'g'in tavuzdek narsalarni pichoq ya bakiladi pishib odatlanaman deb tursam 90 yosh kirgan bir bola navrisi bilan leglak kuchatim deb 6-qavatda ehtiyotsizlikda yiqilib tushib ekan. Buni ko'rgan yili qadam yayotgan tavuzni tashlablar. Yuqoriga ma'lum qilsa, uy boshqor xodimni chiqib, uyang yo'lga to'g'ri kelib qol chaqmasak bo'lmaydi. Uyanga uy beramiz. Biz buni gençliğimde jüplerimiz degen tikipirimiz demigen. Özünüz kopap asal qaynak suyunu aralashtirib jiqib söylep, naq maydandan ben buzmudim siz o'chilik pulungiz xat men beram da. Deb axir bir ag'inam ko'rsam, "Adash men bika yo'shallik mashinam başını yağışlarga men akapiray deb uyga kelpadi." Önemli bir saq adamlar tazı bunu bunlar. Tabii değilmi olmaydı. Abeykam naqshlarning fayziydi Guljon. Gitar bilan. Anlaydım ki. Nasıl bir naqsh etib berayman? Men hamda bir kasbimi naqshlardan emas, hamda o'zim uguni vaqim gitar. Yo'q, sizning naqshingiz yana boshqacha. Bo'lsa, hurmatlilarga gitar bilan bir ikki naqsh etib beray, yoqtirib, anglashinglarni chin ko'nglimda umid qilaman. Balkim kamchiliklar ko'p bo'lishi mumkin. Tuzitib anglashinglarni chin ko'nglimda umid qilaman. Rahmat. Qani hakka marhamat. Ko'rayotganingiz Qarqash cho'ng bozor tajidorligidagi o'mlik sadosi programmasi. Ömlük sadası. Ömlük sadası.
bir senin men degine naqish bolgan qınımga bir senin men degine naqish bolgan qınımga emdi keştin digen söz anda geldi kılınga emdi keştin digen söz anda geldi kılınga silip koyup esretke ağır imidi çıkma silip koyup esretke ağır imidi çıkma şu azaplar bir sana şenginim üçünmü şu azaplar bir sana şenginim üçünmü esretim eğirde barmikinmiş bilmeymen esretim eğirde barmikinmiş bilmeymen ayrılganға gülmeymen akidemge jığılaymen ayrılganға gülmeymen akidemge jığılaymen silip koyup esretke ağır imidi çıkma silip koyup esretke ağır imidi çıkma şu azaplar bir sana şenginim üçünmü şu azaplar bir sana şenginim üçünmü şenginim üçünmü Ömlük sadası. Ömlük sadası. Nima degan esil? Nima? Nereden oldunuz? Sarkardan. Hammamizga tanışık bo'lgan Sarkarda hozir oila elektr uskunalari va uy jihozlarining hammasi bor. Urumchi Ko'lxolin bozoridagi 1500 kvadrat metr Sarkar uy jihozlari sarayida eng esil, eng yaxshi uy jihozlari zavoddan bevosita etildi. Dağlık marka işençek tölörtülük mülazimeti a'la bahsi muvaffaq. Şinjanning har qaysi joylaridagi zanjirsimon do'konlarni cho'qimsiz to'liq rozi qila oladi. Sarkar uy jihozlari sarayi. Ömlük sadası. Ömlük sadası. Unda olsa tövende etip vermek çoğan nakşam bizimki ustaz sanatkarımız
Ahmetcan Memtimin o'rinlagan kirib qatdi onam tushimga degan naqshini yaxshi ko'rib aytaman. Shu Ahmetcan Memtiminninki uslubida bir aytib bersam, yoqtirib anglashinglarni chin ko'nglimda umid qilaman. Rahmat. Ömrük sadası. Ömrük sadası. Kaptı anam şümge Nege kettin oğlum digide Girip kaptı anam şümge Nege kettin oğlum digide Üzerimden uçtun sen şünce Didarımı sığındın Gözlerimden uçtun sen şünce Didarımı sığındın bu Pervane bop anam düşümde Etrafımı egip yürgide Pervane bop anam düşümde Etrafımı egip yürgide Oylap benim murat bəxtimni Malliyimni sılap yürgide Oylap benim murat bəxtimni Malliyimni sılap yürgide Özüzemge değmen hey ana Kiri vergin kümde çümge Özüzemge değmen hey ana Kiri vergin kümde çümge Kiri vergin kümde çümge Programmamizni Qarqash istiqbol shopurlik tarbiyalash maktabi alohida qo'lladi. Ömrük sadası. Ömrük sadası. Analarımız salamet bolsun. Avazınız davamlıq yangrap dursun. Əbeyka. Əbeyka. Neçə yaş vaqtlarda əbey dep ataldınız? Yeni şu. Qanchalik vaqt oldu ki men qani kichkunda Habibullah dem. Demiş Ürümçik o'qig'ini kelgandimi birovda Habibullah dem. Birovda Habibullah bular qani 92-yil xizmatga chiqdim. 92-yili xizmatga chiqib 93-yili Habibullah degan ismim yo'q bo'lib ketib shu orliqlarda Lihachi bo'lib qolgandim laqabim. Nima? Her millet beni lihachi deb chaqirdi. Mashinaning lihachisi bormi? Nimishqa?
Çünkü ben bir remoçılık kılıp bir çoğun maşininin lihaçısını toluk kesip etken. Bunu hikaye sal uzorak binadım. Şunu ola bir lihaçını kesip etkenlik sebebiden mening ismim lihaçıga o'zgarib qolganmiz. Idardiki her millet aşta chaqirdi. Onun keyinde şu mahallada men bu cho'nglar Ebeyxon deb ancha-muncha mahallada shunday deb жүріп shuni o'ylab abey kang tarilib ketdi-da. Elim desem abey deb to'nidi xalqimiz. Lekin shu Habibullah ekanligini bilib qolgani yaxshi-da. Bugun yaxshi eskartib oldik usul to'g'risida. Ha. Amdilik abay bu hasratlik naqshida men hasratni namidim. Qarsam kulgim kelyapti debchu. Chunki abaykamniki bizga bergan ta'siri shundaq bir taqtuqchilik, bir qizqiriq bir tuyg'uni bergan. Shunga o'xshash yaratgan ma'lum bir obraz yoki bo'lmasa shu san'at sohasidagi ma'lum bir xoslik xalqqa shundaq bir mehr bo'lib besilib ketadi ekan. Shunga o'xshash ustozimiz Guljamal adamningmi nurg'unlagan filmlarda rol oldi, nurg'un sahnalarda o'zi xos uslublarni yaratdi, ammo nurg'unlagan tomoshabinlarimizni so'rsak Sunvuko'ning rolini olgan yeylik artistimiz deyishi mumkin. Shunami? To'g'ri, Sunvuko'ning obrazni voyaga yetkazib, qo'shirib endi biz itoat hamma nurg'un filmlarda yaxshi ko'ramiz-ku. Bizniki xalqimiz yaxshi ko'radigan bir san'atkorimiz. Mening shu Habibullah o'xshash ismimni tuyuqsiz mening ismim o'zgarib ketgan qarang sizning lihochi degandek. Men ismimni Guljamal deydigan, Guljamal Matniyaz Guljamal deb. Tuyuqsizlam, "Voy So'ngkon xonim" deb chaqirgan bo'ldi. Meni ko'rsam So'ngkon esiga kelgan bo'ldi. Masalan, Aqal Muratgan cho'ngaysa Reym Abdurahim Rahman Reym Xon degan ekan, to'g'ri. Buni shusini o'qilgan shu bir obraz sizga to'g'ri yaxshi ko'rgan, yoqtirdigan so'zni ashta chaqirdi ekan. Men shu dehshatlik chilib, dehshatlik o'ynab, dehshatlik normal sotmasak gaplarni qilyapsam men taqib qoldim. To'g'ri. Odam deganlar hammani to'g'ri ketaman, hammani to'g'ri aytib ketaman yoki to'g'ri deb ketaman degan olmaydi ekan. Shunlashqa xalqimizniki mushu fursatda endi ba'zi gap so'zlarda bo'lsin, naqshlarda andaq mundaq bo'lsa to'g'ri tushunib, tuzitib, yaxshi tanqidiy fikrlaringlar olsa ayrim menga yozsanglar, men tuzitib ketishim. Bugungi programmamiz haqiqatan yiqish bir program bo'ldi ya. Chaqchaqmi bor, güzel naqshlarmi bor. Oldik. Abayninki boyaqa aytgan taqtuqlari, aytgan naqshlardan men nurg'un huzur oldim. Shunday bir xil ro'yim ko'tarilgandek bo'lib, hayajonlandim. Shuningga bugun bu program orqali mencha nurg'un tomoshabinlarimizmi, nurg'un ko'rganlarimiz menga o'xshash hissiyati bo'lamdiki deb o'ylayaptim. Albatta. Önlük Sadası programısı yol koyup mu bir yıldan açtık deyim. Nurgun tamaşbinlerimiz, nurgun körünlerlerimizin yaxşı fikirlerini aldım çoğu, yaxşı talep fikirlerini. Bugün men oturup men de Maynurga hemdemde bulup men bu sizden didarlaştığımdan özüm şuncha hoş buldum. Fırsat bolsa meni yana teklif qilsanglar, men yana shu san'atkorlar bilan müsahamdamda bulup tamaşbinlarga yeni bir ro'y yozib bersak. Bundan keyin Guljamaldan teklif qilish emas, peshiga ching eslig'inimiz eslag'an, ko'rurmanlar, qo'yib etmaymiz endi. Rahmat. Har ikkidan rahmat aytamiz. Sizlarga rahmat. Bugun mana shu Umlik Sadasi programmasi ki shundaq bir fursat berish orqali Guljamaldan bilan yaxshi ko'rgan san'atkorlarimiz bilan siz bilan ham shu endin shu ko'rurmanlarimizga yana bir qatim mayli qo'limizdan kelishicha azroq bir kulk ato qila olgan bo'lsak naqshlarimiz bir azroq bo'lsin bir xushallik epkilaydigan bo'lsa shuningda xushalmiz shuna salomat bo'linglar sizlar ham salomat bo'linglar mangu go'zal chiroyli turib rahmat. Faqat gaplarimizni oxirlashtirganimiz yo'q bugungi programmada. Shundaqmi vaqtni sizlar mushada oxirlashtiraylik. Oxirda eng go'zal tilaklarimizni abayka sizga yo'llaymiz. Tiningiz salomat bo'lsin, san'at hayotingiz texmi go'zal bo'lsin, nurani bo'lsin, taqtuq paranglaringiz to'xtab qolmasin deganga o'xshash. Rahmat. Xo'sh, ekrandagi qadrli ko'ruvchilar, Beijing Ipak yo'li o'mlik madaniyat tarqatish guruhi ishlashni o'z ichiga olgan Qarqash cho'ng bozori tajidorligidagi Xili Chishing, ya'ni o'mlik sadasi programmamizning bugungi soni mana shunda oxirlashdi. Ishonamizki, buningdan keyingi programmalarimiz bugungi programmamizga o'xshashla intayin rangdor ham sarxil bo'lsin. Biz keyingi son programmamizda ko'rishaylik. Ko'rishgacha salomat bo'linglar. Xayr xo'sh.
Jahon kuldi inoqning sadosidir. Bulbullarning xush sayrag'an ovozidir. Qanot qoqdi armonimiz ilib andas. Ko'kda uçgan burgutlarning parvozidir. Ömrük bizning nishonimiz, armonimiz. Umidliq yo'llarining karvonimiz. Yalqinlaydi qalblarda darvonliklik. Quchoq ochgan bizga go'zal davronimiz. Ömrük bizning nishonimiz, armonimiz. Umidliq yo'llarining karvonimiz. Yalqinlaydi qalblarda darvonliklik. Quchoq ochgan bizga go'zal davronimiz.